Qovun tarozi ekkan dehqonlarimizga murojaatim, dori solib bering uka deb, bugun qo'l istayapmi deb telefon qilyapti. Bir kun 2 kun oldin telefon qilinglar. Oldindan aytib qo'ysalaring, qo'lim tegadi. Bir kun 2 kunlik ochiret bor akalar. Chanqishloq territoriyada yuribmiz hozir. Chanqishloqlar bo'lsa aytaverasizlar. Chanqishloq tugaydi 3 kun 4 kunda. O, juvoniga solib beraveraman. Hozir legirovkaga bog'liq. Mana mana tuyoq. Mana. Ko'ringlar mana. Ancha tuyoqni o'lchayman sizlarga ko'rsataman. Mana tuyoq ponni kirib olgan. Ko'rdilarmi akalar? Tuyoqlar ponni botib yuradi. Va tuyoqni o'lchab ko'rsatib beraman dehqonlarga. Hop. Tuyoqni o'lchab ko'rsatib beraman sizlarga. Qarishlar. Bir qarish. İşte 25 dan bo'lsa 50 sant tuyoq ponni kirib yuribdi yana. Ustakalar. Tuyoqlar. Uch yil oldingi salapallar sug'urib chiqyapti tuyoqlar.